motivatsiyani ko'tarish kerak sizlar. Motivatsiyani hozirgi kunda bir nima ish qilib, masalan, hozir mana bu ish bor, ofitsiant bo'lib restoranda ishlash, lekin bu bilan chegaralanib qolmaslik kerak. Gazini bosib, hozir men trading, men o'zimni misol qilib aytadigan bo'lsam, tradingda men vlogga ko'proq e'tibor beraman. Tradingga ko'proq e'tibor beraman. Bu degani prosta masalan oddiy ishchi, birovning qo'lida ishchi bo'lib qolib ketish kerak emas. Gazini bosib soqqani qilish yo'llarini ko'rish kerak. Nima desam, yaxshi hayotga intilish kerak. Masalan, bir narsa bilan chegaralanib qolmaslik kerak. Mana bu ofitsiantmanmi, значит, men ofitsiant bo'lib ketaverishim kerak. 30 yoshimda, 40 yoshimda ham ofitsiant. Bunaqa bo'lmaydi. To'lka gazini bosish kerak. Hayotda hozir ko'p imkoniyatlar bor. Hammasi bilan, masalan, hammasini egallay olmasa ham odam, lekin qanaqadir yo'llanishni topib o'sha yerga qarab ketaverish kerak, постоянно. Masalan, har doimlikda ushlash kerak. Shuning uchun bir joyda to'xtab qolmanglar, hammaga omad.